Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Ravat qishlog'ida istiqomat qilaman. O'zim maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. YouTube kanalida Bektosh TV kanaliga ko'zim tushib qoldi. Unda suv filtrlari haqida kontentlar bor ekan. Shularni tomosha qilib, men ham suv filtr olishga qaror qildim va buyurtma berdim. Buyurtma bir kun ichida yetib keldi va mana osonlik bilan yarim soatlar atrofida o'zim o'rnatib oldim. Ishlashi yaxshi ekan. Mana hammasi o'zi ekranda ko'rsatib turadi. Bu yerda 10 litrlik bachog'i ham bor ekan. Zapas svet o'chib qolgan taqdirda ham suv olib ichish imkoniyati bor ekan. Mana bu yerda ikkita krayniga bor ekan. Bittasidan 4 ta filtrdan o'tgan suv chiqar ekan. Mana bunisida bittasida esa 7 ta filtrdan o'tgan suv chiqadi. Endi bularning miqdorini o'lchab ko'ramiz. Mana bunday TDS apparati ham qo'shib berdi. Bu suvdagi erigan moddalar miqdorini aniqlab beruvchi apparat ekan. Mana 7 ta filtrdan o'tgan suvning miqdorini o'lchyapmiz. 34 ko'rsatyapti. 34. Endi esa faqat 4 ta filtrdan o'tgan suvning tarkibini o'lchab ko'ramiz. Tablo 0 ga keldi. Buni botirib ko'ramiz. Mana bu esa boyagiga nisbatan kamroq 22 ko'rsatyapti. Bunga chunki faqat 4 ta filtrdan o'tib kelyapti, lekin qo'shimcha vitaminlar, mineral moddalar qo'shilgan yo'q. Shuning uchun buning miqdori pastroq chiqyapti. Endi o'zimiz uy sharoitida bizga artezan qutug'idan suv keladi. O'sha suvning tarkibini o'lchab ko'ramiz. Mana TDS apparatimiz 0 ga keldi. 644. Bu juda katta ko'rsatkich degan. Mana endi ularning yana bitta elektroliz apparatimiz bor ekan. Hali ishlatib ko'rganim yo'q. Mana shunda tekshirib ko'ramiz. Birinchi o'zimizning ichadigan suvimizni solamiz. Mana endi filtrdan chiqadigan suvimizni solib ko'ramiz. Chapdagisi filtrdan chiqqan suv, o'ngdagisi o'zimiz to'g'ridan to'g'ri artezandan kelayotgan suv. Ko'ramiz. Apparatni o'chiraman. Mana bu suvimiz har doim o'zimiz iste'mol qilayotgan suv. Mana ancha issiq ham bo'lib ketibdi. Bu esa umuman harorati o'zgargani yo'q. Bu qo'l kuydiradigan darajada isib. Mana rakovinaga to'kamiz. Filtrdan chiqqan suvimiz novot rangda. Ichganda buni ta'mi ham o'zi farq qilishi bilinib turibdi. Odamga qandaydir yoqimli, shirin ketadi. Hammaga tavsiya qilaman. Xayr, salomat bo'ling. Hammaga rahmat.